Hech qachon bolalarni majburan o'tirg'izishga, turg'izishga va yurgizishga harakat qilish kerak emas. Hali bola tayyor bo'lmasdan turib bunday qilsak, bolalarning oyoqlarini qiyshayishiga, chanoqson hamda bel o'mirtqalari zararlanishiga olib kelishimiz mumkin. Har doim rivojlanish ketma-ketlikda bo'ladi. Dastavval bolalar emaklaydi, keyin esa o'tirishni boshlaydi, keyin esa yurishni boshlaydi. Ya'ni rivojlanish ketma-ketlikda bo'ladi. Aynan shunday rivojlanish kerak. O'tirish odatda 6 oylikdan keyin, emaklash esa 6 oydan 13 oy oralig'igacha bo'ladi. Yurish esa odatda 1-1,5 yoshlar orasida kuzatiladi. Bu o'rtacha ko'rsatkich edi. Ko'pchilik ota-onalar bolam emaklamayapti, bolam o'tirmayapti, bolam yurmayapti deb bolalarni majburan o'tirg'izishga va turg'izishga harakat qilishadi. Bu esa bolalarni yana ham kechroq yurishi hamda o'tirishiga olib keladi. Chunki bola bu holatda travma olish ehtimoli juda ham katta.